Bugun sizlar bilan eng muhim bo'lgan mavzulardan birini ko'rib chiqamiz. Avtokameral mavzusi. Yaqinda bizga bitta firma direktori murojaat qildi. Soliq hisobotlarini topshirishda kamchiliklarga, xatoliklarga yo'l qo'yilgan ekan. Avtokameral tekshiruvi bu xatoliklarni aniqlagan. Birgalikda ushbu xatoliklarni bartaraf etishni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib Google Chrome'ga kirib olamiz. Hop. Mana bu qismiga mi3.soliq.uz deb yozamiz. Hop, shaxsiy kabinetga kirib olamiz. Yuridik shaxs, demak biz mana shu firmani, demak shaxsiy kabinetiga kirib olamiz. Parolni terdik va mana do'stlar, sizlarni e'tiboringlarni mana bu reytingga qaratishi maqsadga muvofiq deb bildim. Sababi avtokameral tekshiruvi reytingga ta'sir qiladi albatta. Xo'p. Demak, reyting mana shu 10-qismi. E'tibor beringlar, mana. Hop. Aniqlangan kamchilik, demak 63 million kamchilik aniqlangan bu firmada. Demak 63 million kamchilik aniqlangan. Bartaraf etilgan summa. Biz 62 million summani bartaraf qilganmiz. Tegishli hisob-kitoblar natijasida videoga olish esimizga kelmagan. Endi qolgan mana bu tafovutni, hop, mana bu qoldiq 1 million summani qanday bartaraf etish mumkinligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Buning uchun eng avvalambor kamchilik qayerda ekanligini biz bilib olishimiz kerak. Xatolik qayerda yuz berganini bilib olishimiz kerak. Hop, buning uchun xizmatlar bo'limiga o'tamiz. Barcha xizmatlar. Hop, aynan bizga mana bu bo'limi kerak. Tavakkalsiz biznes. Kameral soliq tekshiruvidan oldingi avtomatlashtirilgan tahlil. Bir marta bosamiz va natijada bizga ko'rsatib beradi. Demak, mana jami 1 million 36 ming so'mlik tafovutni aniqlangan. Tafovutni aniqlab bergan. Demak, bular nimalardan iborat? Daromad solig'i 816 ming, ijtimoiy soliq 216 ming. Xo'p, qayerda xatolik bor? Daromad solig'iga o'tamiz. Yanvar 99 ming bosamiz. Xo'p, demak, yanvar oyining hisoboti 2025-yil yanvar oyining hisobotida yanvar oyining hisobotini topshirganda nazarimda ijara shartnomasining summasi va uning foizlarini ko'rsatmagan, o'sha ko'rsatilmagan. Demak, buni bartaraf etamiz. Yana kamchiliklar qayerda? Fevral oyida. Xo'p, e'tibor bering, mana fevral 2022-yil fevral oyining hisobotida xatolik bor. Qaysi hisobotda? Mana o'zingizlar ko'rib olishingiz mumkin. Daromad solig'i hisobotida 216 ming xatolik mavjud. Xo'p, demak 2022-yil fevral oyini mana shu hisobotini ochib ko'ramiz birgalikda. Tak. Demak, hisobotlar 2022-yil qabul qilingan hisobotlar. Yanvar fevral oyi. Demak, mana shu yerda xatolik bo'lgan ekan. Mana shu hisobotda biz bu xatolikni ko'rgan edik. Sizlarga ko'rsatish uchun yanvar oyining ham hisobotini va mana shu fevral oyining hisobotini ikkalasini ham ochib ko'rsatamiz. Xo'p, demak, mana bu yanvar oyining hisoboti. E'tibor bering. Yanvar oyi yilni boshida
mana buncha jami oylik va mana bu joriy davr uchun oylik mana yozilgan 1.800.000 so'mdan. Endi fevral oyi, mana fevral oyini qaraydigan bo'lsak, fevral oyida ham xuddi o'sha summalar turibdi. Demak, hisobot davrida, ya'ni fevral oyida 1.800.000 so'm oylik hisoblangan bo'lsa, mana bu o'sib boruvchi tartib bilan bo'ladigan bo'lsa, 3.600.000 qancha bo'lishi kerak edi. Mana shu yerda noto'g'ri bo'lgan. Bu xatolikni bartaraf etish uchun 2022-yil fevral oyining hisobotini qayta topshirishimiz kerak. Aynan mana shu hisobotni qayta topshirishimiz kerak bo'ladi. Qayta topshiramiz. Faqat bitta narsaga e'tibor qaratishingizni so'rayman. Hozir biz fevral oyida, demak, mana buni jamini 3.600.000 qancha qilib yozadigan bo'lsak, bu albatta mart oyiga ham ta'sir qiladi. Biz mart oyini hisobotini ham bitta ochib ko'ramiz. Mart oyining hisoboti. Xo'p, demak, mart oyida mana mart oyida 3.680.000 so'm yozilgan. Agarda biz hozir fevral oyini hisobotini qayta topshiradigan bo'lsak, mart oyi bilan tafovut kelib chiqadi. Avtokameral buni yana aniqlaydi. Bundan ko'rinadiki, biz 2022-yil uchun faqat mart emas, barcha oylar uchun albatta qayta hisobot qilib chiqishimiz kerak bo'ladi. Tushunarli. Endi keyingi xatolikni ham ko'ramiz. 2025-yil fevral, yanvar, fevral. Xo'p, demak, tushunarli. Martda ham bu bor, bu 2025-yil mart. 2025-yil uchun yanvar, fevral va mart oylarining hisobotlarini ham albatta qayta topshirib chiqamiz. Endi bu mexanizm qanday ishlashligini bilish uchun mana marhamat ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mana formulasi bor. Qayerga nima yozish kerakligini albatta ko'rsatib o'tadi. Bizda ijara mavjud. Mana shu korxonada ijara mavjud. O'shani ijaraning borligi hisobiga mana shunday xatoliklarni keltirib chiqaryapti. Biz bilamiz, daromad solig'i hisobotini topshirishda ijarani ham albatta ko'rsatib o'tishimiz shart. Daromad solig'ini 2022-yil uchun to'liq biz demak qayta hisobot qilib chiqamiz. Bizning kanalda daromad solig'i hisobotlarini topshirish uchun alohida video mavjud. Shu yerdan daromad solig'i hisobotini topshirish va qayta topshirishni, qolaversa ijara summalarini qanday ko'rsatish kerakligini bilib olishingiz mumkin. E'tibor uchun rahmat. Sog' bo'linglar.